Assalomu alaykum. Ozarbayjon mehmonlari, Ozarbayjon ahli. Bizning O'zbekiston Barakat restoranimizda har kun sahardan cho'raklar, samsalar, o'zbek samsa, o'zbek cho'raklari hamda o'zbek milliy taomlaridan osh hozirlanib, bu hozir endi oshimizni damladik. Buni dam yeguncha men sizlardan samsani ko'rsatacağım. Samsa, çöreklarni ko'rsatacağım. Mana bizim burada Barakat restoranimizning samsalari burada hazırlanıyor. Samsachimiz No'mon usta, No'mon aka. Etli hozir endi de to'yoq samsa hazırlanıyor. Etligi orada hazır uje. Ben sizlarga olib boracağım, ko'rsatacağım. Bu Barakat restoranimizning cho'rakchisi, samsachisi büyük adam. Yaxshi uşaq. Biz bu tovuq samsani qutarib endi yopgani keldik. Samsa bu No'mon usta o'zi meni yaqinlashtirmasdi. Bo'ra. Endi yaqinlashtirdi, o'zi qiynaldi. No'mon akadan kuchdim, men ketdim. O'zi yapsa. Pamagay. Yopmayman, hay pamagay. Naradan bir. Senlarga o'rgataver sochimga tushganini yopish o'rgat. Samsani olib qutarib, cho'rakka boramiz, cho'rak yapamiz. No'mon usta bilan. 2 kilolik non qilyapmiz. 2 kilolik patir. O'zbekiston 2 kilolik patir qilyapmiz. Patir aylayapmiz. Katta novvoylardan, katta cho'rakchilardan No'mon usta qoldi. O'zbekistonda Odil aka bor, G'ulom aka bor, Karim aka bor. Shular qo'yan xolos. Oxirgisi endi No'mon akam endi. Uni olib kelib oldim. İnşallah hozir cho'rakni patirni yopaq. Oshimiz ham uje damlab qo'yganmiz, hozir oldi uje. Bundan so'ng oshga boramiz. Bu No'mon akamdan boshqasi yopolmaydi bu patirni. No'mon akam bu ham katta ustalardan. Bizi bu o'zbek cho'raklarimizni saqlanish muddati yo'q. Yaxshi joyda tursa 1 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil turaveradi bu. Barcha yemeklarni saqlanish muddati bo'ladi. Surogidan o'tsa, uni musorga tashlash kerak. Bunda unday narsa yo'q. Buni qotgani, suxarisini ham suvga botirib yesa bo'laveradi. Bu dunyoda eng oliy tabaqadagi yemek hisoblanadi, o'zbek cho'ragi. No'mon usta cho'raklarni hazırlasın, ketek biz oshga boqay. İnşallah oshimiz hozir. Uje qo'noqlarga bersak bo'lar. Qo'noqlarga ko'ndirsak bo'lar. Bugun juda ham chiroyli bo'libdi oshlarimiz mana. Haqiqiy oshmisan osh. Naqadar gashang, naqadar go'zal. Uje oshlarimiz hozir. Samsa hali chiqmaydi, Samsaga bir 15-20 daqiqa bor. Ama patirlari tayyor. Uje hozir. Endi bu patirlarni ko'rib baho berasizlar. Go'zalligiga, san'atli go'zalligiga. Qarang, buni adabani qiyshiqligi bo'yicha birinchi o'rinda. Mana bu nonmisan, nonda, cho'rakmisan, patirmisan, patir. Bela qo'yamiz. Samsalar uje hozir No'monjon ustamizning ishi bor ekan, men o'zim uzaman endi bu samsani. Go'zal qilib. Qani endi bu. Bismillahirrohmanirrohim. İnşallah yaxshi bo'lib chiqdi mana. Samsalarimiz. Mazasi ham yaxshi, toti ham gashang. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, ne gashang. Tovuqlik, go'shtlik, etlik, tovuqlik, etlik samsalarimiz. İnşallah oshimiz hozir, cho'ragimiz da hozir. İnşallah oshim hamsi go'zal, gashang, super.